ilm olib baxtga erishing, uy olib baxtli bo'lib yashang. Bugun kelgan manzilimizda Shayxontohur tumani Chorsi bo'ladi. Ro'ysun dommi orqasidagi dom bo'lyapti. Sotuvga chiqqan domimiz Mosh tabib mahalla deyishar ekan. Orqamda turgan dom 9 qavatdan iborat, 8-qavatida 4 xonali 99 kvadratli xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Narxini oldindan aytaman, startli egalari 102 ming dollar deyaptilar. Yana kelishadigan joy bor. Kirishinglar bilan chap tomonda bitta yotoqxonasi bor. Keyingi xonamiz oshxona bo'ladi. Undan keyingi xonamiz yotoqxona, uy egalari bo'lgani uchun ko'rsata olmadi. Undan keyingisi hojatxona, hammom razdellik qilingan ekan. Undan keyingi xonamizda yana bitta yotoqxona bo'ladi. Keyingisi mehmonxona. Общий 99 kvadrat bo'ldi, 4 xona bo'ldi, 9 etajli domimiz 8-etajda bo'ldi, 102 ming dollar startli bo'ldi, yana kelishadigan joy bo'ldi. Egalari nomer opsiyasida bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, narxidan o'tib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.